ertaga uzoq ishlataman deyapsizmi? Bunday bo'lsa, originalni oling. Obuna va like podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bu original traktor bilan arzon traktorda farqlanuvini o'taman va keyin ko'p joyda har xil brend chiqib ketdi, to'g'rimi? Hozirgi vaqtda har xil brendlar ko'payib ketgandan keyin motoblokni originalni va sifatlisini qayerdan bilsak bo'ladi degan qadrli obunachilarimiz uchun bu videoni eng tayyorlab, chiroyli qilib tushuntiraman, maydalab, oxirigacha ko'rsangiz, xohlagan joydan motoblok olishingizdan qat'iy nazar shu joylarga yaxshilab e'tibor bersangiz, xulosa meni aytdi deysiz, motoblokni yaxshisini ishlatasiz. Keyin ikkinchi, ko'pchilik traktor olgandan keyin yerga botmayapti deydi, to'g'rimi? Nima uchun? Sabablardan biri siz arzon va motor silabir traktor olgansiz. Uni birkasiga e'tibor bermang. Birkalarga e'tibor bermang. Narxiga ham e'tibor bering. Bitta joyga e'tibor bering. Meni aytdi deysiz, cho'tki ishlaydi, moshni ishlaydi va siz bob. Undan tashqari uzoq vaqt ishlaydi. Ko'pchilik traktor olayotgan vaqt tavakkal oladi. Hey, tavakkal olmang. Pul o'zingizniki, pul sizniki. Chunki ertaga siz bu traktorni eng kam bir 2 yil ishlataman deb olasiz. Ko'pchilik aytadi, bir sezonda 3 martami, 2 marta ishlataman. Voy, shunday traktorlar bor, 1 marta ishlamaydi. Uyingizga olib borasiz, 1 marta ham ishlamaydi. Meni aytdingiz, 1 marta ham ishlamaydi. Shuni olib borganingizda bitta gatichiga shunday tiqqaningizda yerga botmaydi, yuzasini olib ketadi, tagi qotib ketadi, hosilingiz ish bermaydi va unumdorligingizni oshirmaydi. Uning uchun biz nima qilishimiz kerak? Motoblok yaxshisini olishimiz kerak. Shuning uchun siz videoni oxirigacha ko'rsangiz, motoblok xohlagan joyingizdan olishingizdan qat'iy nazar shu joylarga qarab oling. Xudo o'zi inshaalloh meni aytdingiz, motoblok yaxshisini olgan bo'lasiz. Bizga obuna bo'ling. Unday bo'lsa biz boshladik. Xil traktor, biri arzon, biri qimmat. Nimasi farqi bor? Hech qayerda farqini topolmayapsiz, ha? Korobkasida ham, motorlarda ham. Uning motori originalligida. Ya'ni qanday bo'ladi? Siz mana bunday naklinka va undan tashqari mana bunday yozilgan naklinkaga e'tibor bering. Haqiqatan xohlagan brend bo'lishidan qat'iy nazar, original mahsulotlarda hammasida bakiga e'tibor bering, tepasiga mana. O'yib yozilganmi yo'qmi mana? Qarang. Va qo'lingizga tiqqaningizda mana shunday holat o'yib yozgan bo'lsa, xohlagan brend. Misol, bu boshqa Titanmi, Uraganmi, Zvermi, hamma brend. Bu именно bitta brend uchun emas, bu hamma brendga taalluqli. Undan ikkinchisi, reduktorlarga e'tibor bering. Mana bunga naklinka yopishtirib qo'ymaganmi? Mana bunda o'yib yozilganmi? Ko'pchilik mana bunga naklinka yopishtiryapti, ham naklinka yopishtirib qo'yadi. Xuddi o'yilganda, lekin o'yilgan narsa mana bunday bo'ladi. Mana yaxshi e'tibor bersangiz, mana o'yib yozilgan. Bu hech qanday naklinka emas mana. Mana. Shunga e'tibor bering. Keyin qolgan motobloklarda originallarda mana. Ba'zilarda tepalarda agar bakida ham bo'lmasa, hech bo'lmasa reduktorida bo'lishi kerak yoki kirlolarida bo'lishi kerak. Hattoki Akula brendimiz originalligini isbotlash uchun uni hattoki pichoqlarga ham o'yib yozdirib olib kelamiz. Akula brendimizni biladi hamma, Yevropaga va undan tashqari Rossiya gos standarti asosida eksport qilinadigan mahsulot hisoblanadi. Isbot tariqasida mana buni birkaz mana shu joyini shuni skrinshot qilingda, bu internetingizda narsangizga tashlasangiz isbotlab ham ko'rsatganmiz. Mana shuni Rossiya gos standarti asosida ishlab chiqarilgan motoblok hisoblanadi. Bu 3 skorsli bo'ladi. 2 skorsli Texa motobloki va 3 skorsli Akula motobloki hisoblanadi. Bundan tashqari bu arzon motobloklarda hech qayerda o'yib yozmaydi. Prostadagi naklinkani yopishtirib qo'yadi mana. Ko'ryapsizmi? Mana naklinka yopishtirilgan joylarga ham sizga naklinka yopishtirib qo'yib beradi. Bu original deydi. Lekin siz aldanib qolmang. Manimi? O'yib yozilmaganmi? Arzonchi, avtomatmi, mexanikami? Uni eng maksimal narxi 450 talik, 550 talik korobkalik narxi 2600 dan 3 milliongacha. Undan ziyod qimmat bo'lib ketmaydi. Sizga aldab berishiga hech qachon yo'l qo'ymang. O'yib yozilgan traktorlar arzonchi bo'lmaydi. Ular narxi maksimalni hozirgi vaqtda Texani 550 talik korobkaligi motoblokining narxi esa qadrli obunachilarimiz uchun atiga 3 million 300 ming so'm. Bundan tashqari Akula motoblokining originali esa 3 skorusligi 4 million so'm. 1 yildan 5 yil davomida kafolat garantiyalari asosida qilib beramiz. Bundan tashqari 9 kuchligi kerak desangiz 4 million 900 ming so'mdan. Gusini ishchilar so'raganlarga gusini ishchilarimiz 5 million so'mdan benzinligi bo'lyapti.
salarkalik so'ragan, katta salarkalik 10 taligini so'raganlarga 7 million 300 mingga 10 otquchi starterli, kapotli, undan tashqari mexanikali varianti bo'ladi. Haqiqatdan eshitdingiz, 7 million 300 ming so'mga. Undan tashqari benzinlik 17 otquchi 6,5 million so'mga. Usulinli katta korobkali bo'ladi. Qishloq xo'jalik, o'tiradigan suv nasos, karcher hamma narsa qo'ysangiz bo'ladi. Bunimiz powerbagli bo'ladi, starter yo'q. To'g'ridan to'g'ri powerbagdan zaryadga olib, starter zavod qilib beradi. Bemalol kalitda ham, tugmachada ham zavod qilsangiz bo'laveradi. Starterli variant hisoblanadi. Undan tashqari satelit 360 gradusga buriladigan salarkaligi kerak desangiz, 360 gradusga buriladigan satelitli. Narxi attiga 8 million 200, starterli 360 gradusga buriladi. 1 yildan kafolati bilan qilib beramiz. 192 salarkali katta motor bo'ladi. Undan tashqari ko'plab turdagi motobloklar bizda mavjud. Hamma turdan kimga kerak bo'lsa, bemalol pastdagi telefon nomeri aloqaga chiqsangiz bo'ladi. Ikki joyda filialimiz bor. Toshkent Arqbuloq bozor va Qo'yliq katta bozorlarda. Eng arzon motoblogimiz 1,5 million so'mdan boshlanadi. Dalshi 2 million 600, 2 million 800, 3 million originallari doimo bizda. Bizdan uzoqlashmang, like, podpiska bosib qo'ying. Originalni farqlab olib, qayerdan olishni o'zingiz bilasiz. Faqat originalni olsangiz, men aytdingiz, uzoq vaqt ishlaydi. Ertaga uzoq ishlataman deyapsizmi? Unday bo'lsa, originalni oling. Obuna va like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin.